Erkin fikrli, ilm-fan sirlarini puxta o'zlashtirgan, huquqiy savodxonligi mukammal yoshlar mamlakat taraqqiyotini belgilaydi. Ularning ertasi millat ravnaqi, vatan kelajagi bilan bevosita bog'liq. Konstitutsiyamizda yoshlarning ta'lim, tarbiya olishi, oila va jamiyat oldidagi huquq va burchlari aniq ko'rsatib o'tilgan. Komil shaxs, ziyoli inson, malakali mutaxassislarni tarbiyalashda bevosita konstitutsiyamiz tamoyillariga tayanish o'ta muhim. O'zbekiston ijtimoiy davlat va adolatli jamiyat qurish sari dadil bormoqda. Yangi O'zbekiston bunyodkorlari sifatida maydonga chiqayotgan har bir yoshning huquq va manfaatlarini to'la ta'minlash maqsadida yoshlar sohasidagi davlat siyosati ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasini konstitutsiyaviy darajada yanada takomillashtirish zaruratini prezidentimizning bayram tabrigida qayd etib o'tilgan. 3-Renessansning 4 uzviy halqasi bo'lmish bog'cha, maktab, oliy ta'lim va ilm-fan sohalarini rivojlantirish masalalarini konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab qo'yish ham maqsadga muvofiqdir. Milliy taraqqiyotimizning yangi davri poydevori bugungi yoshlarning ta'lim tarbiyasi bilan bir qatorda huquqiy savodxonligi bilan ham bevosita bog'liq. Bu boradagi ilk ko'nikmalar ona allasi kabi farzandlar qalbidan umrbod joy olishi darkor. Studiyamiz mehmonlari Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchilari Xurshid Botirov hamda Jahongir Boqiyevlar bo'lishadi. Keling, assalomu alaykum. Bugun erta tongdan biz mana shu joyda suhbatdoshlarimiz bilan suhbatlashyapmiz va ular o'z o'sha vazifalardan kelib chiqib bugungi bayramga munosabat, bugungi kunga munosabat bildirishyapti. Sizlar bugun o'qituvchisizlar va o'qituvchi sifatida konstitutsiyani yoshlarga faqat yodlatish emas, uni mazmun mohiyatini tushuntirish, har bitta moddasini sharhlab berish o'qituvchining asosiy vazifasi hisoblanadi. Umuman bugun konstitutsiyani ga nisbatan yoshlarda muhabbatni paydo qilish, kadrlarni tayyorlash masalasi qanday kechyapti? Albatta, bugungi kunda O'zbekistonni ijtimoiy davlat, huquqiy davlatga aylantirish barchamiz oldimizda turgan muhim bir vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada prezidentimiz aytadilarki, yoshlarimiz konstitutsiyani o'rganishi, anglashi, hayotga tatbiq etishi va unga so'zsiz amal qilishi sharafli burchi hisoblanadi deyiladi. Bu borada bugun davlatimiz tomonidan ham bu sohaga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan 2019-yil 1-yanvarda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida prezidentimizning qarorlari qabul qilindi. Bundan tashqari bugun yuridik ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator farmonlar, qarorlar, hujjatlar qabul qilinmoqdaki, sababi huquqiy davlatni qurishda faqatgina davlat organlari emas, asosiy tashabbuskor bu jamiyat bo'lishi kerak, fuqarolar bo'lishi kerak. Albatta bu narsalarning barchasi konstitutsiyamizda ham aks etgan. Agar konstitutsiyamizning 7-moddasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai ekanligi o'z tasdig'ini topgan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun yuridik ta'lim sohasida ham juda katta bir masalalar, muammolar oldimizda turibdi. Albatta kuni kecha prezidentimiz tomonidan bayram tabrigida ham aytib o'tildi, ta'lim tizimini, yoshlarga bo'lgan e'tiborni konstitutsiyamizda yangilik sifatida olib kirishimiz, bu sohaga alohida e'tibor qaratishimiz kerak ekanligi ta'kidlandi. Shundan kelib chiqib aytishimiz kerakki, bugun mamlakatimizda yoshlar ham bu masalalarga befarq emas. Bugun qaysi bir qishloqqa ta'lim muassasasiga boradigan bo'lsak, albatta yoshlarni konstitutsiyadagi huquqlariga bo'lgan qiziqishi, intilishi juda ham kuchaygan va bu borada davlatimizning ham e'tibori bu sohaga qaratayotgan bir g'amxo'rligini ko'rishimiz mumkin. Konstitutsiyamizning 1-moddasida aytilganki, har bir shaxs bilim olish huquqiga ega. Bu huquqni ta'minlashni esa biz oxirgi 5 yilda to'liq o'z tasdig'ini ko'rdik. Sababi oldingi yillarda borig'i 9% gina yoshlar oliy ta'lim bilan qamrab olingan bo'lsa, bugun 28% ga yetdi bu ko'rsatkich. Bunda albatta xususiy universitetlarning tashkil etilishi, nodavlat ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilishi, kechki, sirtqi va boshqa turli ta'lim shakllarining tashkil etilishi konstitutsiyadagi normani hayotda o'z tasdig'ini topdi. Yana bir narsani ta'kidlash kerakki, bugun yoshlarning ilm-fanga bo'lgan, ilmiy faoliyatga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ularga zarur bo'lgan barcha sharoitlarni yaratish bo'yicha o'sha institutsional ishlar yoki boshqa tashkiliy masalalar ham yetarlicha tashkil etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Tushunarli.
Albatta, davlatimiz rahbari mamlakatimizda ta'lim tizimini har tomonlama rivojlantirish borasida yangi tashabbus va g'oyalarni ilgari suryaptilar. Va buning tasdig'ini aynan sizlar bugungi kunda faoliyat yuritayotgan universitet misolida ham ko'rishimiz mumkin. Keling, shu o'rinda ushbu o'zgarishlar haqida aytib o'ting. Darhaqiqat juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Davlatimiz rahbari tomonidan ta'lim tizimiga, xususan o'sha ta'limni kechagi o'zlarini prezidentimizni bayram tabrigida ham alohida ta'lim masalasiga ta'kidlab o'tdiki, to'xtalib o'tdilarki, 3-renesansni 4 mustahkam halqasi sifatida, uzviy halqa sifatida bog'cha, maktab, oliy ta'lim va ilm-fan bu 3-renesansni 4 mustahkam halqasi sifatida e'tirof etdi va ushbu halqani bugun biz maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumiy ta'lim maktablarida va albatta bugun biz ta'lim berayotgan oliy ta'lim muassasalarida ham ta'limni yangi bosqichga ko'tarilganligi, mana ta'lim to'g'risida 2020-yil ta'lim to'g'risida yangi tahrirdagi qonun qabul qilindi. Mazkur qonun bilan ta'lim yangi darajasiga ko'tarildi. Xalqaro ta'limni Yevropa kredit tizimi, model tizimiga o'tilganligi bizning universitetimizda va talabalarni shu tizim asosida bugun ta'lim olayotganligi ularni bilimlarini, huquqiy bilimlarini oshishiga xizmat qilmoqda. Albatta bu konstitutsiyani o'rganishiga, konstitutsiyani anglab yetishiga va konstitutsiyadan o'zini keyingi faoliyatida foydalanishga bevosita imkoniyat yaratib beryapti bu ta'lim tizimidagi islohotlarimiz. Va mana zamonaviy ta'lim haqida gapiryapsiz-da. Konstitutsiyani o'quvchilarga tushuntirishda bugun zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanilyaptimi universitetda? Albatta, bugun ta'lim zamondan oldinda bo'lishi kerak, ilm-fan zamondan oldinda bo'lishi kerak. Shu sababli ham ta'lim tizimida, jumladan Toshkent davlat yuridik universitetida ham zamonaviy pedagogik texnologiyalar, zamonaviy innovatsion usullardan keng foydalaniladi. Agar bizning dars mashg'ulotlarimizga kirib guvoh bo'ladigan bo'lsangiz, turli xil case study, ya'ni caselar orqali, turli xil hayotiy amaliy misollar orqali, sayyor darslar, master klasslar, turli xil innovatsion texnologiyalar orqali dars mashg'ulotlari olib boriladi. Sababi bugungi yoshlarga faqatgina oddiy o'sha ma'ruza darslari yetarli emas. Biz ko'proq darslarni amaliy tarzda o'tishga harakat qilamiz. Sababi darsda talaba ko'rgan ma'lumotini juda kam qismini eslab qoladi va eshitgan ma'lumotini. Lekin talaba o'sha narsani o'zi amalga oshirib ko'rsa, o'zi qo'llab ko'rsa, unda juda ko'p ma'lumotlar esda qoladi. Shu sababli turli xil loyihalar tayyorlash, hujjatlar tayyorlash, sayyor darslarda va ijtimoiy o'sha sayyor darslar va master klasslarda ham talabalarimizni dars mashg'ulotiga jalb qilish bilan ajralib turadi. Bugungi kunda o'tilayotgan asosiy yutuqlarimizdan biri biz O'zbekistondagi ta'lim tizimini xalqaro standartlarga yetkazish uchun Toshkent davlat yuridik universitetining o'zida 20 dan ortiq xorijlik professorlar jalb etildi. Ular o'sha onlayn yoki offlayn tarzda bugun talabalarimizga eng zamonaviy fanlarni o'qitishmoqda. Bundan tashqari yangi zamonaviy yuridik adabiyotlar yaratilmoqda. Agar bugun adabiyotlarga qaraydigan bo'lsak, ushbu adabiyotlarning barchasi yangidan yaratilmoqda. Yangi o'sha ilm fandagi yutuqlar, xorijiy tajriba, bugungi kundagi zamonaviy holatlar, muammolardan kelib chiqqan holda yangi darsliklar, yangi avlod darsliklari ham yaratilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta kelgusida va hozirda ham o'z samarasini bermoqda. Agar Toshkent davlat yuridik universitetiga borib ko'radigan bo'lsak, talabalarimiz xalqaro tanlovlarda, xalqaro o'sha turli xil konferensiyalarda faol tarzda qatnashayotganligini va turli o'sha sovrinlarga ega bo'layotganligidan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Doim natija qiyoslarda ko'rinadi va bizning yuridik universitet talabalari chet ellik do'stlari bilan bugun raqobatlasha oladigan bir ilmga, salohiyatga ega deb ayta olasizmi o'qituvchi sifatida? Aytishimiz mumkin. Bunga hech bir shubhamiz yo'q. Sababi bugun bizning universitetimizda o'zbek tilidan tashqari rus tilida va maxsus guruhlar uchun ingliz tilida dars mashg'ulotlari olib boriladi. Bundan tashqari talabalar o'sha kutubxona, zamonaviy kutubxona yaratilgan, xorijlik professorlar O'zbekiston o'zida yoki onlayn tarzda, ya'ni platformalar orqali ham dars mashg'ulotlarini o'tib bormoqda. Universitet tomonidan o'zini moliyalashtirish imkoniyati berilgandan so'ng talabalarimizning xorijdagi safarlarga, konferensiya, tanlovlarga ishtiroki ham ta'minlanmoqda. Bugun qaysidir bir yosh bugun yangi bir g'oya bilan keladigan bo'lsa, Legal Tech laboratoriyasida uning loyihalari hayotga tatbiq etilmoqda. Misol uchun u yangi zamonaviy biror qanaqa o'sha innovatsion
ilova yaratmoqchidir yoki biror bir darslik qo'llanma yaratmoqchidir yoki biror bir videorolik olmoqchi bo'lsa, barcha sharoitlar yaratilgan. Shu sababli ham 2020-yilda bizning Toshkent davlat yuridik universiteti